O'quvchim Gulboyeva Dinora 4 ta fandan ona tili adabiyot, ingliz tili, tarix hamda matematika fanlaridan milliy sertifikatni qo'lga kiritdi va 189 ball bilan nasib etsa oliy o'quv yurtiga kirib turibdi. Bu uning tinimsiz mehnati, ota-onasining, ustozlarining qo'llab-quvvatlashi samarasi. Kelajakda o'quvchimizga ishlariga, o'qishlariga kattadan katta omadlar tilayman. Avvalo, meni bu natijaga erishishimda ota-onamni qo'llab-quvvatlashi, ta'lim bergan ustozlarimga juda ham kattakon rahmat aytaman va o'sha ota-onam, ustozlarimning meni doim orqamda turib, menga kuch-quvvat berishlari meni muddatidan oldin 189 ball to'plab, grant asosida muddatdan oldin talaba bo'lishimga kattadan katta yordam berdi va bunda bu meni kelajagimda ilk qadam bo'ladi. Bu hali hayotimda boshlanish hisoblanadi.